Yetga boshlaydi. Tezroq bo'ling. Yaxshi. Ha, Sobir. Tezroq. Voy, malades. Tezroq. Yaxshi. Ha. Ot. Qolma. Boshla. To'plar bormi? O'ng oyoqda ishlayapmizmi? Chap oyoqda uchida. Chap oyoqda uchida sakrab, oyoqni ichkari holat bilan aylantiramiz. Bitta o'ng oyoq, ketdi chap oyog'i. Bitta chap oyoq. Ikkitadan qilib sherigimizni ham beramiz. Davay. Yo'qgacha ro'l. Ishlaman. Orqadagilar to'rttaga shet ishlar. Ham ishlar uni. Qo'lingni ham ishlar. Ha, qo'lni ham ishlar. Yugor bu yoqqa. Bor kuching bilan yugor, ha. Davay. Nima deb qolasan, yo'q? Kim yuguradi bu yoqqa? Yuguradi bu yoqqa. Davay. Paray bilan chiq. Oxirgacha yur, sasiska. Abi. Oxirgacha yugur. Ha. Ketdi o tarafga qara. Davay. Davay. Rok. Ha. Sizlarga nima deyapman? Konus ketganda chiqyapman hammaga. Hozir ajimani qilasan. Nasıl? Orasini o'tamiz. Javob ketdi, javob. Ha, malades, javob. Tezroq. Ishlaylar. Davay. Dur, beklas o'rningni. Keldik. Mana buni aylanamiz, aylandik. Mana yoqda chap oyoq o'tkazib olamiz. Endi chap oyoqda ketamiz. Boramiz, to'p teporma, chap oyoqda olib qo'yamiz. Yerimiz kerak. Tushunarlimi? Voy, boshlaylik. Aylan konus. Nima aytyapman? Konusni aylan deyapman. Bexlos. Hurmatli Sirdaryo viloyati aholisi, kimda iqtidorli bolalari bo'ladigan bo'lsa, bemalol Sirdaryo viloyati futbol maktabiga o'z farzandlaringizni olib ko'rikdan o'tkazish imkoniyatingiz bor. Hozirda mana bolalar Sirdaryo viloyatining Sayxunobod bolalari ko'rigimizda qolgan bolalar bilan ozroq bo'lsa fikr almashamiz. Mashg'ulotlarimiz haftaning seshanba, payshanba, shanba kunlari soat 3 dan 4:30 gacha kichkina gruppalarimizga, 5 dan 6:30 gacha katta gruppalarimizga bo'lib o'tmoqda. Hozirda futbol maktabiga qabul qilingan o'quvchilarimizdan ozroq intervyu olamiz. Hozirda mashg'ulotlar qanday o'tyapti? Mashg'ulotlar jarayoni sizga yoqyaptimi? Yoqyapti, juda yaxshi. Hamma sharoitlar bor. Rahmat, shukrlanchi. Ibrohim, mashg'ulotni boshlaganingga qancha bo'ldi? 2 oy bo'ldi. Hamma narsa sharoiti zo'r va afish
Futbollarimiz boshlaganiga 2 oy 3 oy bo'ldi. O'zgarishlari ancha yaxshi.